30-oktyabr 2025-yil soat 19 da Sevimli TV kanalida Kechir serialining 112-qismi namoyish etiladi. Bu voqealar inson ruhining eng og'riqli tomonlariga tegadi, tomoshabinni chuqur o'yga soladi. Har bir sahna, har bir so'z hayotning o'zidan olingan. Asosiy qahramon Ilyos, yo'l Kamaz haydovchisi. Nasiba esa uy bekasi, 2 farzand onasi. Ammo tinch ko'ringan hayot ortida dard va xiyonat yashiringan. Ilyos ikkinchi ayol, Hamidaga uylanishni xohlaydi. Bu og'ir zarbaga chiday olmagan Nasiba o'z ro'molida osilib joniga qasd qiladi. Ilyos to'yga olib kelgan sovg'a esa xotinning dafn marosimida ishlatiladi. 3 kundan so'ng Nasibaning kundaligi topiladi. Unda u har kuni nimalarni boshidan kechirganini, sevgisi va iztirobini yozib qoldirgan. Kechir insoniy kechirim, pushaymon va sadoqat haqida. Serial yurakni o'rtaydi, ammo uni tomosha qilgach, har kim o'z hayoti haqida o'ylab qoladi.